Assalomu alaykum YouTube kanali obunachilari, mini traktor ishqibozlari, akalar-ukalar. Bugungi videomizda 1135 4x4, ya'ni 4 tala balonni ham tortadigan Zobur traktorimiz haqida gaplashamiz. Xo'p, buni qanday afzallik taraflari bor va faqat orqasi tortadigandan va 3 porshilli traktorlarimizdan qanday afzallik va qanday minus tomonlari bor, hammasini aytib o'tiladi. Xo'p, bunimizda oldi ham tortadi, orqasi ham tortadi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. 1125, 1115 Zoburlarimizda ancha ramasi ham baquvvat. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ramasi ham shunga yarasha va balonlari ham 614 lik. Bulardiki 612 lik bo'ladi. 612 lik kichkina balondan bo'ladi. Ba'zi joylarda misol uchun 614, bu ham 614 turgan bo'lsa, ko'rganlar bittada biladi. Bu Cherokee, katta balon. Shuni hisobiga bundan ancha ham kuchli bo'ladi. Xo'p, orqa balonlari ham katta bo'ladi. 11, 15, 11, 25 larga nisbatan. Hozir o'lchamini ko'rsataman. Xo'p, bunimizda orqa silindri, ichki silindr nargilarda inshosidan ancha katta bo'ladi. Ko'pchilik usta traktorchi akalarimiz ham yaxshi biladi. Korobkasi ham shunga yarasha. Ko'pchilik aytadi 1135 bilan 1125 da oldi tortadi xolos. 1135 da faqat oldi tortadi. Orqasi tortadigan bilan korobkasi bir xil deydi. Yo'q, korobkasi bir xil bo'lmaydi. Korobkasi ancha kuchli bo'ladi. Ramalari ham baquvvat bo'ladi. Motorga yarashada. Chunki motorga hisob kitobi bilan motor bilan bir xil nagrizkasiga yaraydigan bo'lmasa, korobkani o'rib va korobka qilaverib zerikadi olgan odam. Shuning uchun buni korobkalari ham katta korobka, insholari ham katta insho. Bekarga 1125 imiz faqat mana inshoni ham ko'ringlar akalar, kichkina, faqat 120 jatgani ishlatiladi xolos. Bu 1135 imiz 130 jatgan, ma'ni ham frezani ham ishlatiladi, adashib ketdim. Frezani bemalol ishlataveradi. Bu 120 ishlatsa, bu 130 gacha ishlatadi. 140 da ham ishlataveradi. Faqat 140 dan tomoniga ancha nagruzka bo'ladi. Chunki 140, 150 larda 3 porshilli traktorlar ishlatyapti. Shuning uchun bu 1 porshilli, remelli, o'ziga yarasha, ya'ni juda ham qimmat emas, juda ham arzon. Quvvati ham past emas. Bemalol cho'ntak bo'lib olsalaring bo'laveradi. 48 million 500 ming so'm. Mana shu holatini kamini qilib beryapman akalar. Murojaat qilaverasizlar, o'tib beraman. Bunga misol uchun dokument so'ramaydi, boshqa qilmaydi. Motorlarini ham ko'rsatamiz. Rollari oddiy bo'ladi, nimali bo'ladi, gidravlika bo'lmaydi, lekin yurganda ancha yumshaydi va yaxshi bo'ladi. Bemalol boshqargan qiynalmaysizlar. Motorlari radiatorli motor bo'ladi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Ko'pchilik Anjom motorni biladi, Anjom motor emas, Anjom motorda ancha baquvvat bo'ladi, mana ko'rishlaringiz mumkin. Apparat bitta, 1 porshilli, akkumulyatorlari katta akkumulyator 24 lik. Mana bemalol montajlarigacha qilib, oldi faralarigacha ulab qo'yganmiz akalar. Seplena gaz skorlari 8 talik bo'ladi, oldinga 6 ta, 2 ta orqaga bo'ladi. 1125 larda 6 talik bo'ladi. 4 ta oldinga, 2 ta orqaga bo'ladi. Bular 1 porshilli akalar. Aytib o'tganimdek, o'sha 130 lik faralarimizda 1,5 metrlik jatkalarimizni bemalol ishlatadi. Orqasida harakat beradigan vomlargacha bor mana. Ya'ni qishloq xo'jaliklarigacha bor. 550 ga 1100, 1000 atrof bo'ladi, 1200 gacha. Orqa balonining o'lchami 9,5 ga 20 lik bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin, 9,5 ga 20 Cherokee balon. Oldi ham 600 ga 14 lik Cherokee balon. Bularga katta uzki balon qo'yib bo'lmaydi. Uzki balon qo'yib bo'lmaydi. Bularga Cherokee balondan qo'yish kerak, chunki qolgan traktorlarga nisbatan ancha baquvvat. Xo'p, qo'limdan kelgan ma'lumotlar berdim. Xudo xolasa murojaat qilaverasizlar akalar. Bizdan naqd ko'pchilik kreditga so'rashadi. Yo'q, bizda kredit yo'q. Lekin yurgizdirib, motorlariga 6 oy garantiya beraman. Jatka freza ulasalaring, uni ishlatishiga ham 6 oy, 7 oy garantiya beraman. Xudo xolasa ish berishiga ham bemalol garantiya berilaveradi. Dinamlari, statorlari, mana dinamlari ham bor. Dinamlari ham katta dinamdan qo'yilgan bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yasizlar, videolarimizni kuzatib boringlar.